Assalomu alaykum. Men doktor Boboyev. Bugun sizlar bilan burun to'sig'ining qiyshiqligining asosiy sababi, uni qanday qilib dorisiz yo'l orqali, hech qanaqa operatsiyasiz yo'l orqali qanday davolash mumkin? Shu haqida gaplashib o'tamiz. Ko'pchilik odamlarda shu burundan travma olmagan bo'lsa ham, burun sinmagan bo'lsa ham, buruncha hech qanaqa o'simtalar, har qanday polip deymizmi, har qanday hech qanaqa o'simtalar hech narsa aniqlanmagan taqdirda ham MRT yoki MCKda tekshiruvdan o'tganda burun to'sig'ining qiyshiqligi demak xulosasi beriladi. Bunday bemorlarda odatda bir tomonlama burun bitish holatlari bemorni bezovta qiladi. Burun to'siq qiyshiqligi emas, asosiy bemorlarni burun bitishi bezovta qiladi bir tomonlama va shunga bog'liq bo'lgan bosh og'riqlar bemorni bezovta qiladi. Bunda lur vrachga murojaat qilishadi. Bular burunning to'sig'ini qiyshiq, shuni hisobiga burning bityapti va shuni hisobiga boshing og'riyapti deb septoplastik amaliyotni bajarishadi yoki rinoplastik amaliyotni bajarishadi. Lekin ma'lum bir muddat o'tgandan keyin yana qaytadan bemorni xuddi shu shikoyatlar bezovta qiladi va burun to'sig'i yana qaytadan qiyshiqligi bunday bemorlarda aniqlanadi. Burun to'sig'i qiyshiqligining, ya'ni hech qanaqa travma olmagan, hech qanaqa burun ichida o'simtasi bo'lmagan bemorlarda burun to'sig'i qiyshiqligining asosiy sababi bu chaynov mushaklari hisoblanadi. Ya'ni bunaqa holat ko'pincha bir tomonlama chaynaladigan bemorlarda kuzatiladi. Ya'ni bir tomonlama doimiy chaynash hisobiga chaynov mushaklari bir tomonlama tonusga kiradi. Natijada yuzning barcha qismini bir tomonga qarab tortadi. Shu jumladan burun to'sig'i tog'aydan iborat bo'lganligi uchun ham burun ustidagi mushaklarni tortishi hisobiga burun to'sig'i ma'lum bir tomonlama qiyshayib qoladi va natijada burun bitish holatlari kuzatiladi. Ya'ni asosiy sababi chaynov mushaklarining tonusi hisobiga kelib chiqadi. Buni davolash uchun bor yo'g'i chaynov mushaklarining tonusini ketkizish kerak bo'ladi. Buning uchun tishlarning tashqi yuzasi bo'ylab, og'iz bo'shlig'ida tishlarning tashqi yuzasi bo'ylab tishlar tugagan sohada chuqurcha bor. Xuddi shu sohaga barmoq joylashtiradigan bo'lsak, chaynov mushaklari nuqtasi hisoblanadi. Bu chaynov mushaklari tonusga kirgan bemor juda og'riqli bo'ladi. Xuddi shu holatga joylashtirib, jag'lar qattiq qisilgan holatda ishlab turish kerak bo'ladi. Masalan, quyidagi shakli bilan. 2 minut, 3 minut davomida ushlab turasiz. Ikkinchi tomoni ham xuddi shunday amalga oshiriladi. Tishlar tugagan nuqtada. Jag' qisildi. Xuddi shu holda ushlab turish kerak bo'ladi. Kimdadir bir kunda sekin-asta bo'shashadi, kimdadir bir oydan keyin bo'shashishi mumkin. Kun davomida 2-3 minut davomida xuddi shunday barmoqni chaynov mushaklariga joylashtirib ushlab turadigan bo'lsak, sekin-astalik bilan chaynov mushaklari tonusi ketadi va burun qiyshiqligi ham sekin-astalik bilan qiyshagan tog'ay sekin-astalik joyiga qaytish boshlaydi va burun bitishlari ham sekin-astalik bilan yo'qolib boradi. Bunda hech qanaqa operatsiya kerak emas, faqat chaynov mushaklarini tonusini tiklash kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa odatda bunaqa kasallik, bunaqa holat burun to'sig'i qiyshiqligi jag' tishlari bilan muammosi bo'lgan odamlarda kuzatiladi. Iloji bo'lsa jag' tishlarini qayta tiklash, qo'ydirish amaliyotini amalga oshirib, ikki tomonlama chaynashni amalga oshirish boshlashingiz bilan darrov sizni bezovta qilib turgan burun bitishlari, burun to'siqlarining sekin-asta to'g'rilanishi va burun bitishlarining sekin-asta yo'qolishi, bosh og'riqlarining asosiysi yo'qolishi kuzatiladi. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'linglar.